dan o'tgan bo'lsalar ham bizlardan xabardor ekanlar deb haqlariga doya xayr qilgan ekan. Yana u kishining fazilatlari biror joyga safarga borsa, yo'l ustida yotgan toshmi, qog'ozmi, nimaiki bo'lsa, hassalari bilan yo'l chetiga surib qo'yar edilar. Va aytar edilarki, odamlarga aziyat beradigan narsalarni yo'ldan olish ham savobdir. Payg'ambarimizning shu butun axloqlari, odoblari hammamizga bo'lish kerak ekanda. Qaysi ta'limga, tartibga shu bilan muomala qilgan bo'lsa, biz sizga o'shandan bo'lish kerak xislatlarida. Masalan, shu yomon ham deydi, haqqiga da'vat qilmang deydi. Qarg'amang deydi. Ha, Sizga yomonlik qilsam, o'shani siz da'vat ham qilmang, qarg'amang ham deydi. Chunki Xudo taolo payg'ambar vaqtlarga bir kishi ko'p beodob, beaql, azoblar aytgan bo'lganda, Xudo taolo aytganlarki, Habibi, men uni holini yo'qotaman. Lekin buni orqasidan bir zot paydo bo'ladi deganlar. Senga yordam tegadi deganlar. Xo'p deganlar. Shundan keyin anchadan keyin bir o'sha odamning kuchli kamini bir o'g'il tug'ilgan. Mana o'g'il 7 yoshga kirgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'liga tushgan. Naqshbandiya ta'limotining keng xalq ommasi o'rtasida va shunday jug'rofiy kengliklar osha obro' e'tibor topishining asosiy sabablari shundaki, qo'l mehnati bilan halol ter to'kib, hayot kechirish, kasb hunar orqali oilasini obod qilish, shuningdek, tijorat bilan shug'ullanish, mamlakatga, vatanga fidoyilik bilan xizmat qilish kabi insoniy huquq va burchlarining barqaror bo'lishi tariqat orqali Hazrat Naqshbandga Yusuf Hamadoniydan meros bo'lib qolgan. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy davom ettirgan mashhur va oddiy dast bakoru dilbayor hikmatining yorqin ifodasidir. Dilbayor hikmatining mohiyati, ya'ni zikr xufiyaga amal qilinganidadir. Tariqatdagi bu uslub har jihatdan